Ibn Sino hazratlari mantiq ilmini dodalaridan. Mantiq ilmida eng katta olimlar o'tgan va mantiqni shunaqa tushunish mumkin. Qur'onni, hadisni ma'nosini anglash uchun o'rganishgan. Mantiq shunaqangi mukammal ilm. Lekin oddiy odamlar bu ilmni ma'nosini tushunishmaydi. Mening kufrim ayblarga dilimdan o'zga sulton yo'q. Bu olamda mening pokiza iymonimdek iymon yo'q. Mani odamlar kufrda ayblamasin. Man kim ekanligimni qalbim e'tirof etib turibdi, o'zimni kimligimni. Iymon qayerda bo'ladi? Qalbda. Musulmonlikda men ahli zamon ichra edim tanho, agar kofir esam men ham bu dunyoda musulmon yo'q deb. Shu darajada Robbimni tanidimki, eng ko'p tanigan men edim debdi. Agar meni ham kofir deyishayotgan bo'lsa, bu dunyoda musulmon qolmabdi degan.